Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun dekabr oyini 4-payshanba kuni 2025-yil Alloh taolodan yordam so'rab har payshanba kunlikda sizlar bilan qilib turgan oilaviy ixtiloflar sabab va yechim degan darsimizni davom qilamiz. Alloh taolo o'zi qilib turgan darslarimizni davomli va hamda manfaatli qilgan bo'lsin. Xo'p, biz sizlar bilan mana gaplashib turgan mavzularimizda oilaviy ixtiloflar sabab va yechim degan mavzuni gaplashib ketar ekanmiz. O'tgan safargi darsimizda ba'zi bir muhim bo'lgan narsalarga ishora qilib gapirib o'tgan bo'ldik. Ana shu masalalardanki oiladagi ixtilof chiqish, oiladagi kelishmovchilik bo'lgan narsalarga birinchi o'rinda nima qilish kerak ekan? O'tgan safargi darsda aytib o'tdik. At-tasabbut deb turib aytiladi arab tilida. Ya'ni aniq ishonch hosil qilish kerak. Haqiqatda bu ixtilof bormi, yo'qmi? Ha, haqiqatda bor. Haqiqatda nimadan kelib chiqyapti? Shu narsalarni bir qator aniqlashtirib olishlik kerak bo'ladi. Xo'p, keyin hozir biz mana shu narsalarda gaplashib ketyapti deydi. Qarang, ya'ni asosiy ishora qilayotgan narsamiz o'zi aslida o'rtadagi oilaviy bo'lib turgan kelishmovchilik holatni bartaraf qilish kerak bo'ladi. Xo'p, qanaqa qilib bartaraf qilsa bo'ladi? Birinchi aytib o'tilgan narsa ana shu oilada chiqayotgan ixtilofni bir qator hal qilib olish kerak. Ya'ni aniq isbotlab olish kerak-da. Xulosa qilib aytganda, ha, mana shu bizni kelishmayotgan joyimiz sen bilan shu deb aytish kerak. O'zi asli aytyapmiz-ku, er-xotin o'zi ixtilof qilmaslik kerak. Lekin mabodo ixtilof qilayotgan bo'lsa ham, ya'ni shuni o'rtaga qo'yib kelishib olish kerak. Ha, menda manaqa narsa bor, senda manaqa narsa bor deb turib, o'rtaga qo'yib kelishib olish kerak bo'ladi. Xo'p, endi bizni gaplashadigan mavzuyimiz demak ikkinchi masalaga yetib keldik. Ya'ni hozir shu o'rtadagi narsani yo'qotishlikda ikkinchi yo'li. Nima qilish kerak desa, tafakkur qilish kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu paydo bo'layotgan mushkila bor-ku, ana shu mushkulada fikr yuritish kerak. Yoki mana shu xilofga, ishkallikka, kelishmovchilikka sabab bo'lgan narsa nima o'zi? Ya'ni kechagi darsimizda o'tganimiz kabi bir qator nima qilish kerak bo'ladi? Tafakkur qilib olish kerak. Nima o'zi shu ixtilofni keltirib chiqaryapti? O'zi aslida mana kechagina mana shu ba'zi bir mushkilalar kichkina bir mushkila bo'lib turadi, lekin uni shu oiladagi kishilar kattalashtirib tashlaydi. Er-xotin uni kattalashtirib tashlaydi. Va hamda mana shu o'rtadagi mushkilaga hozir aytib o'tganimizdek er-xotin katta qiladi va yana shayton ikkalasini gazlab turadi mana shu joyda. Ya'ni erni ham, xotinni ham gazlab turadi. Mana shunda haligi o'rtada kelishmovchilik yana ham kattalashib ketaveradi-da. Qarang, hadisda keladi, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytib beradi, iblis deydi, suvga o'zini arshini o'rnatadi. Keyin o'zini suvoriylarini, qo'shinlarini, askarlarini jo'natadi. Va hamda ular borib odamlarni vasvasa qilib keladi-da. Mana shunda Rasululloh aytib beradiki, endi eng yaxshi ish qilgani shu katta iblisga darajasi yaqinroq bo'lib turadi-da. Darajasi yaqinroq bo'lib turadi. Endi manzilatda eng yaqini, ya'ni ana shu katta iblisga yaqin bo'lib turadigani fitnasi katta bo'lgani. Mana bu shaytonlarni biri keladi, aytadi, men palondaqa, pispalondaqa ish qilib tashadim deydi. Hali katta iblis bo'lsa, hech narsa qilmabsan, qo'lingdan hech narsa kelmaykan deydi. Ya'ni haligi katta iblis mana shu fitnalardan hech bir ajablanmaydi. Ya'ni unaqa katta ish qilmabsan deydi. Bu ishlarni kichkina sanaydi, ya'ni zaif sanaydi. Keyin shu shaytonlarning biri keladi degan Rasululloh. Fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu baynahu va bayna imraati. Qarang, mana shu joyda hali shayton kelib turib aytadi, mana bittasi. Men deydi, er-xotinni holi joniga qo'ymadim, hattoki u bilan ayolini o'rtasini ajrashtirib tashadim deydi. Ya'ni qarang, er-xotinni holi joniga qo'ymadim, hatto er-xotinni o'rtasini shunday ajrashtirib tashadim. Shunda hali katta iblis, "O, qoyil senga barakalla" deb uni o'ziga yaqin qiladi. Sen qancha ham yaxshisan deb turib aytadi. Ya'ni qarang, mana iblis, katta iblis haligi shaytoniga aytayapti-da. Endi askarida endi bu. "O, sen qahramonsan" deyapti. Iblis qarang, nima deyapti mana?
Qara, nariga shayton aytayaptiki, men deyapti, ana shu er xotin bilan olishdim deydi. Demak, er xotin bilan olishgan, hatto nima bo'lgan? Er xotiniga taloq berib yuborgan. Mana shu holat bo'lganda asosiy. Tushunyapsiz-da mana? Bu narsa e'tibor bersangiz, er xotinning o'rtasida shunaqa bir-biri bilan talashuv, tortishuv, bahs bo'lib ketadiki, begonalar u darajada bo'lmaydi. Begonalar u darajada bo'lmaydi masalan. Ana shu xotin kishi eriga ba'zi gaplarni gapirib tashlaydiki, agar ana shu o'zini ayolidan eshitayotgan mana shu gaplarni boshqa ko'chadagi begona ayoldan eshitsa, e'tibor ham bermaydi. Lekin o'zini xotinidan eshitsa, shunaqa jahli chiqib ketadi, borib uradi, so'kadi, har xil holat bo'ladi, taloq berib tashlaydi. Nimadan mana shu narsa? Qarang, mana o'rtaga shayton tushganligidan ekan. O'sha shayton vasvasa qiladi-da. Ko'chadagi odam bitamtasi bunaqa gaplarni gapirib tashlasa, hech odam e'tibor bermaydi, lekin aynan mana shu shayton kelib gapiradi, keyin odam qo'zishni boshlaydi-da. Qarang, juda qo'zib ketadi mana. Demak, shayton bu yerda aytayotgan narsasi men davom etdim. Ya'ni u bilan bosqichma-bosqich yurdim. Bosqichma-bosqich yurdim deb aytayapti-da. Qarang, mana shu joyda hozir biz endi fikrlashni boshlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ikkinchi bir masala bor, ikkinchi muammo. Qarang, fikrni odam hal qilishga harakat qilish kerak. Odatda xato bo'lgan narsa davom etyaptimi shu oilada? Yoki bo'lmasa yangicha bir paydo bo'lganmi masalan shu xato, kamchilik? Yangitdan paydo bo'lganmi? Ya'ni mana bir kishi qarab turing, bir misol tariqasida aytib beryapti-da, o'zini ayoliga 20 yillab infoq qiladi. Qarasiz, infoq qiladi hayoti mobaynida, lekin shu oxirgi bir 5 yillar ichida yaxshi infoq qilmay qo'ygan bo'ladi. Endi mana shunaqa joyda fikr yuritishingiz kerak. Nima uchun masalan o'zgarib qoldingiz? Sabab nima? Nimaga hozir masalan erkak kishi o'zgarib qolyapti masalan? Nima uchun hozir yaxshi e'tibor bermay qo'yapti? Qarang, mana shu joyda diqqat e'tiborlarni bir qator to'g'ridan to'g'ri albatta bir o'lchanilmaydi, taqqoslanilmaydi. Balki nazar solish kerak, fikr yuritish kerak. Endi biz so'raymiz mana. Ya'ni nima uchun shu oxirgi 5 yilni ichida mana shu oxirgi 5 yilni ichida ya'ni falonchi sen nimaga ayolingga infoq qilmayapsan? So'raymiz ya'ni. Mana shunda u odam javob beradi. Mumkin aytish mumkin, qarzlarim ko'payib ketdi, falonchi mendan talab qilyapti. Masalan, shuning uchun mashinamni sotishga majbur bo'ldim, u bu narsa deb turib aytib bir narsalarni endi bahona qilishi mumkin. Endi to'g'ri, masalan, ayol kishi mana shunaqa qiynlangan ba'zi bir yillarni unutib yoradi yoki bo'lmasa qarang, shunaqa qiyinchiliklarga e'tibor bermasligi mumkin, unutishi mumkin. Ya'ni mana shunaqa kamchilik holatlarida ayol kishi ba'zida unutmasdan umuman uzr bermasligi ham mumkin. Demak, mana bunaqa holatlarda bir qator fikr yuritish kerak demoqchi-da. Hozir kitobdan ko'rib aytib ketyapman. Xullas qarang, er xotin o'tkir aqlni ishlatish kerak bo'ladi. Nima uchun xulqlar o'zgarib qoldi? Nima uchun ana shu o'rtadagi axloqlar o'zgarib qolyapti? Bir kasallik sabablimi yoki bo'lmasa o'rtada bo'lgan favqulodda holat sabablimi? Mavardiy bu kishi aytib beradi-da. Qarang, xulqlarning o'zgarish sabablaridan kasallik bo'ladi. Kasalliklardan shunaqa kasalliklar bor ekanki, erkak kishini tabiatini o'zgartirib qo'yar ekan yoki ayol kishini tabiatini o'zgartirib qo'yar ekanda. Masalan, ba'zida mana oilaviy kelishmovchiliklar. Shu er xotin kelishmaydi, urush, janjal va hokazo. Sen unaqasan, sen o'zing bunaqasan. Ba'zida masalan ba'zi bir narsalar sababli bo'ladi. Farqi yo'q qanaqa narsa sababli bo'lsin. Masalan, kundoshchilik sababli bo'lib qoladi yoki shunga o'xshagan narsa sababli bo'ladi. Albatta kelishmovchilik holatlari bo'laveradi, davom etaveradi. Mana shu narsa kelishmovchilik sabablari davom etadi. Endi e'tibor berib turing. Shu ba'zida bir kasallik holati yoki shunga o'xshagan holat demak tabiatni o'zgartirib qo'yar ekanda. Mana shu narsani aytib o'tgan. Masalan, qarang, aytayaptiki, bir kishida doim bosh og'riqli holati bo'ladi. Boshi og'riydi masalan. Endi doim bosh og'rib yurganligi bu odamni tafkir degani o'sha fikr yuritishlikka ya'ni undaydigan qiladi. Gapiradigan bir holatda bo'lib qolmaydi, o'ylanib yuradi masalan.
Ya'ni masalan ba'zi kasalliklar odamni sal o'ylashga majbur qiladi. Va yana xuddi shunaqa ba'zi kasalliklar bor, ichki kasalliklar. Al-qovalun deb aytiladi buni. Ya'ni bir shaxsni u asabiy qilib qo'yar ekanda, xulqlari o'zgarib qoladi. Qani birdan xulqlari o'zgarib qoladi. Chunki bu yomon kasallik. Ya'ni favquloddagi holat insonga kirganligi uchun o'zgarib qoladi, ya'ni. Yaxshi holatlar bo'lmay qoladi-da mana. Tushundingmi xullas? Demak, holat tamomiy o'zgarib qoladi, ya'ni. Endi mana shu holatda aytilyaptiki, mana sababi nimaga deb aytiladigan bo'lsa, shu to'satdan bir kasalligi bor yoki ash o'rtadagi kelishmovchilik holatlari bo'ladi. Shunda odam bir qator fikr yuritish kerak. Inson ya'ni o'ylanish kerak bo'ladi. Nimaga masalan ayolim o'zgarib qoldi? Yoki nimaga ayol kishi o'ylanish kerakki, nimaga bu er nima deb turib aytiladi, ya'ni nimaga bu er o'zgarib qoldi? Shu narsalarni demak tafakkur qilishligi kerak bo'lar ekan. Tushunali? Endi mumkin ayol kishi sababli erkak kishini masalan o'zgarish holati bo'ladi yoki bil aks. Mana bu yerda ham aytayaptiki, ya'ni mumkin ayol kishini siz o'zgartirarsiz. Qarang, ayol kishini siz o'zgartirarsiz. Mumkin sizni o'zgarishingiz ham ayol sababli bo'lar. Ya'ni masalan bir-biri sababli o'zgarib qolishi mumkin-da. Masalan aytaylikki, ba'zida bir erkak kishi o'zini ayoli bilan yashaydi, hech bir kelishmovchilik holati bo'lmaydi-da. Ya'ni doim urush janjal, doim kelishmovchilik bo'laveradi, mana davom etaveradi, har kuni urush janjal. Keyin qarasa o'ylanib ko'radi. Nima qilsammikin deydi. Men ayolim oldida doim bo'lsam urushyapti deydi. Ha, undan ko'ra bitta ishxonada yashab yuray, shu ishxonada boray, ishxonada qolay. Ayolim oldiga bir haftada 3-4 kun kelib turay. Ya'ni hadeb kelavermay, urush janjal bo'lyapti. Masalan, shunaqa holatlarda o'ylab qolish mumkin-da odam, ya'ni. Tushundingiz-a? Mana shunaqa holatlar bo'lib qoladi, ya'ni ba'zida. Demak, shu narsaga ishora qilyapti-da mana bu joyda. Xo'p, nima bo'lsa ham, ya'ni demak, hozir birinchi navbatda tafakkur qilishimiz kerak ekanki, bu mushkullarning sababi nima? Keyin mana shu yechimni izlash kerak bo'ladi. Qani bitta qissa va ibrat. Aytadiki, mana kitob sohibi, oldimdan bir ayol o'tib qoldi. Eri aroq ichadigan bir er bo'lgan. Doim aroq ichadi. Taqriban kunlik aroq ichadi. Har kuni mast bo'lib keladi. Namoz o'qimaydi. O'zini kunini haromda begona ayollar bilan o'tkazadi. Xotiniga gapirmaydi masalan. Xotin ham shikoyat qilmaydi. Va yana bu erkak kishi bir ishda ishlaydiki, oyligi yaxshi bo'ladi. Yaxshi oyliklarni oladi va xotiniga ham kelib beradi. Endi ba'zida bu erkak kishi shu ishi yurishmasdan qarang o'tirib qoladi. Oyligi ham kam bo'lib qoladi. Mana shunaqa bo'lgan deyapti-da, ya'ni bitta qissani aytib beryapti hozir bizga. Va yana bu odam masalan yana ham hali oyligi ba'zida mana shunaqa iqtisodi o'lganligi uchun yana ham battar siqilib, battar ichkilikka berilib ketib qoladi. Battar munkar ishlarga berilib ketib qoladi. Lekin qarasa davom etyapti, bu narsadan to'xtamasam bo'lmaydi deb tavba qilgan ekan. Aroqlarni tark qilgan. Hali harom harij ayollar bilan yuradigan bir holatini ham tark qilgan. Yig'ishtirdim bunaqa narsalar deb turib, yig'ishtirgan unaqa ayollarni ham. Endi yig'ishtirgandan keyin qarang, bo'ldi, yig'ishtirdimi hozir ayollarni. Endi mana shu holatda bo'ldi. Bir qancha endi vaqtdan keyin namozga yaxshi e'tibor beradigan bo'lib qolgan. Endi qarasangiz, namozga ya'ni e'tibor berib qolganda nima o'zgardi? Mana shu odamda o'zgargan narsasi asosiy bu odamni oylik xarajati o'zgardi. Masalan, oylik 20 ming so'm olayotgan bo'lsa, masalan 20 million. Birdan 10 millionga tushib qolgan masalan, yoki bo'lmasa undan oz ko'piga tushib qolgan bo'ladi. Endi vallohi qomati dunyo va qoadat. Xudo haqqi deyapti mana. Go'yo bu odam shov-shuv bo'lib ketdi, ya'ni. Shunaqa bir shov-shuv bo'lib qoldi, ya'ni go'yoki haligi uni hayoti alg'o-dalg'o bo'lib ketdi. Endi mana shu oilasi ichida shov-shuv bo'ladi endi. Ya'ni ayoli ham ko'radi, ba'zida bu odamni oz oylik olayotganligini ko'rib turib, asha moddiy
manfaatni ustun qo'yib, ma'naviy manfaatni ustun qo'ymasdan mana shu holatda eri qarasa, endi avvalgi holatida yaxshi oylik olayotdi-ku, endi alkash bo'lib yurganda. Endi hozirgi holatda bo'lsa unaqa bo'lmayapti-da. Balki so'kadigan, haqorat qiladigan, shu erini qiladigan ishlarda sharmanda qiladigan bo'lib qoladi. O'zi kechagina yuradi bu odam. Buguncha o'zini mana qilib olganini qarang, unaqa qilib olganini qarang deb turib gapirib yuradigan bo'lib qolgan deydi. Mana shu qissada kelyapti-da hozir. O'zi kecha aroq ichib yurardi, bugun bo'lsa mana ish qilyapti deb turib shunaqa qilib gapirardi. Ya'ni shunaqa qilib gapiradigan bo'lib ketgan ekanda bu ayol. Endi qaniydi mana shu ayol kishi sal o'tirib o'ylanganda edi, fikr yuritganda edi, erkak kishini mana shu holati yomon holatdan yaxshi holatga o'zgarganligini ko'rsa edi, deyapti mana. Haqiqatda yaxshi holatga o'zgargan. Ya'ni mana shu holatni sal sezsa edi, uyda qarasa mana erkak o'zini oilasi bilan birga o'tiribdi. Namoz o'qiyapti. To'g'ri, holat sal teskari bo'lib qoldi. Masalan, oldingidaqa emas, sal o'tirib qolgan. Oyligini yarimi tushib qolgan deyapti mana. Yoki ko'proq tushib qolgan. Masalan, aytaylik, oyda 20 ming olishdi o'rniga 10 ming oladigan. Masalan, oyda aytaylikki, ayoliga ham masalan hozir aytmoqchi bo'lganim shuda, ayoliga ham 20 ming pul berayotgan bo'lsa, ozgina tushib qolgan bo'ladi masalan. Shu tushib qolganligi masalan 10 mingdan pul beradigan yoki 7 ming pul beradigan bo'lib qoladi. Masalan, arzimas pul beradigan bo'lib qolishi mumkin. Masalan, aytaylik, oldin 1 million pul berayotgan bo'lsa, masalan, o'zbek so'mida. Endi bu yoqqa o'tib turib, sal oyligi tushib qolgandan keyin aytaylik mana 300 ming, 200 ming beradigan bo'lib qolsa. Endi ancha farq qiladimi? Qiladi masalan. Xuddiki alg'o-dalg'o bo'lib ketdi mana. Mana shu joyda ayolni o'zi ham alg'o-dalg'o qilib tashlaydi, urishadi, janjallashadi. Qani fikr yuritish? Mana bu joyda fikr yuritmayapti-da. Bu erima holati o'g'nalib qoldi-ku deb fikr yuritmagan bu ayol. Shu holatda urush janjal boshlangan shu oilada. Chunki erkak kishi oz topyapti-da. Shuning uchun ham ba'zi hatto urush janjallar bo'lganda ayollarning o'rtasida mayli undan ko'ra deydi, ya'ni ayollar bilan yur deydi. Undan ko'ra arog'ingni ich deydi. Undan ko'ra bilgan buzuqligingni qil, lekin ro'zg'orni joyiga qo'yib qo'y deydi. Qara shu darajada bo'lgan ekanda mana shu qissa ham. Ya'ni ro'zg'orni joyiga qo'yib qo'y deyapti mana. Bor buzuqligingni qilib yurasanmi, ayollar bilan yurasanmi, zinoyini qilasanmi, nima qilsang qil, lekin ro'zg'orni joyiga qo'yib qo'y deganda. Lekin mana bu holatda qani fikr yuritish? Mana fikr yuritish bu yerda faqat dunyoviy bo'lyapti xolos. Xato fikr. Keyin mana shu joyda er xotin o'rtasida mushkilalar paydo bo'lavergan, oxiri taloq bilan tugagan. Bo'ldi, taloq bo'lgan, tugadi mana shu bilan. Endi mana shu joyda bizga kerak bo'lgani, qarang mana o'rtani isloh qilib olishlik uchun sal fikr yuritish kerak ekanda. Shu yuqorida mana birinchi asosiy yechim nima qilish kerak ekan desa, mana yuqorida o'tdik. O'tgan safargi darsimizda birinchi ya'ni yechim tasabbut deb aytiladi, aniq isbot qilib olish kerak. Va shuni fikr yuritish kerak. Nima qilib yetsa bo'ladi masalan? Nima qilib yetsa bo'ladi? Va yana shu bilan birgalikda mana bu joyda fikr yuritishni ham aytib o'tdik. Endi 3-holat jim turishlik holati ham bor. Jim turib qolishlik holati bor. Mana hozir mana shu haqida gaplashamiz. Qarang, masalan ba'zida oilada kelishmovchilik bo'layotganda jim og'izni yumib turish kerak bo'ladi. Gapiravermaslik kerak, urush janjal qilavermaslik kerak bo'ladi. Kim jim tursa najot topadi, yutadi. Kim jim tursa u yutadi u. Xo'p qarang. Demak 3-iloj, ya'ni 3-hozir oilaviy ixtiloflarni bartaraf qilishlikning sababi jim qolishlik, jim turish. Ya'ni bu degani erkak kishi men erkakman-ku deb bitta gapdan qolishni bilish kerak, ayol kishi men ayolman-ku deb bitta gapdan qolishni bilish kerak bo'ladi. Kim jim turadigan bo'lsa najot topadi. Jim turadigan bo'lsa najot topadi. Ya'ni bu degani qarang, hadisda keladi-ku o'zi. Man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kim Allohga va oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, yaxshi gapni gapirsin yoki jim tursin degan. Kuffa alayka hada deydi mana ba'zi hadislarda. Sen tilingni tiygin deb turib aytib bergan. Ya'ni mana bu joylardan bizni oladigan foydamiz, demak, mana shu oilaviy ixtiloflar kelyaptimi, bir-biri bilan talashyaptimi, battar davom etavermaslik kerak-da. Ayol kishi men ayolman-ku deb bitta gapdan qolishni bilish kerak. Erkak kishi men erkakman-ku deb bitta gapdan qolishni bilish kerak. Masalan, birdan mana shu xosatan er-xotin urushib, talashib, janjallashayotganda o'rtada ba'zi bir kelishmovchilik holatlaridan bo'lib ketadi. Haddan oshib ketib qoladiki, talog'imni ber deb ayol kishi mana shunaqa qilib so'rashi. So'rashi yaxshi emas bu narsa o'zi asli.
Qarasangiz bo'lib ham, ya'ni bu nozik taraf deyiladi-da, talog'im ber, talog'im ber. To'g'ri, masalan, ba'zi erkaklar buni tushunadi, ba'zilar tushunmaydi. Masalan, talog'im ber degani ayol kishi balki meni, ya'ni unaqa talog'imni berib tasha degan maqsadda aytmasligi mumkin. Balki menga e'tibor ber, yaxshiroq qara deyotgan bir maqsadda bo'ladi. Lekin shu bilan birgalikda mana bu narsani ba'zi erkak kishi tushunmay qoladi, ya'ni. Va shuni xotirjam o'tirib gaplashib olish kerak. Ya'ni ba'zi ayollar bor, gaplashishning imkoniyati yo'q bo'lib qoladi-da. Nima qilish kerak bo'ladi? Ana shuning uchun mana bu joyda ham yaxshi bitta maslahatda, iloji yo'q bo'lsa, bo'ldi, jim qolish kerak bo'ladi. Jim qolasiz. Kerak bo'lsa ba'zida sal holatni, ya'ni nima qilish kerak bo'ladi? O'zgartirish kerak bo'ladi, ya'ni. Holatni o'zgartirish kerak bo'ladi, holatga qarab turib. Xo'p, qanaqa qilib o'zgartiriladi, ya'ni? Misol uchun, holatni o'zgartirishlikdan keyin, holatni o'zgartirish holatidan. Masalan, mana yuqorida aytganimizdek, uyda bo'laversangiz, urush janjal bo'lyaptimi? Bitta boshqa joyga borib olish kerak bo'ladi. Esa uyga haftada 2 marta, 3 marta kelib turish kerak shu darajada, masalan, nima bo'lib ketadigan, urush janjal bo'lib ketadigan bo'lsa-da. Tushunali-ya? Qarang mana. Oilaviy xiloflar, ya'ni ixtiloflar vaqtida agar er-xotinchilik ixtilofi sodir bo'layotgan bo'lsa, inson ozgina jim turish kerak bo'ladi. Har bir narsani og'zidan chiqarib yuboraverish kerak emas. Chunki sababi ishkaliyat paydo bo'laveradi-da, mana kelishmovchilik paydo bo'laveradi. Ishkal holati gohida xilof nimani ustida bo'ladi? Masalan, yuqorida o'tganimizdaqa nafaqani ustida bo'ladi. Ya'ni sen menga yaxshi qaray olmayapsan, yaxshi boqa olmayapsan deb ayol kishi urishi mumkin. Janjallashi mumkin. Haqiqatan ham erkak kishi mana shu oyda tuzi quruq bir oylik olmagan bo'ladi, boshqa bo'ladi. Qarang, mana xilof qatdan boshlanyapti. Mana shunaqa holat davom etaverar ekanda mana. Qo'ldan kelgancha infoq qilsa, qildi. Bo'lmasa ayoli aytadi, sen baxilsan deydi. Keyin ayoli eriga sen baxilsan desa, bu yoqda Eron boshlaydi. Sen o'zing iflossan deb turib, anta xobisatun deydi masalan. Ja, iflossan, u bu narsa deb tashlaydi. Sora kam xilafu indana. Endi mana shu joyda qarang, bizda qancha xilof bo'lib ketdi. Qancha, ya'ni xilof bo'lib ketyapti. Ya'ni maqsad qancha kelishmovchilik holatlari bo'lib ketyapti-da masalan. Hech bir tuzatib, hech bir imkoniyat yo'q. Hozir mana shu joyda o'zi 3 ta xilof bo'lib qoldi. Qara, uydan ba'zida ayol kishi shuni uyda tashab chiqib ketadi. Qancha mushkula bo'lyapti? 4-si. Ishkal holatda 4-sida shap etib o'zini ahliga ketib qoladi. 5-ishkal bo'ladi mana. Oilasini oldiga borib oladi. Ishkalda asl holatini qarasangiz, kichkina narsani katta qilib yuborilayotgan bo'ladi. Mana shu joyda keyin o'rtada yana gaplashishni boshlanadi. Sen o'zi erkak emassan deb boshlanadi mana. Sen yolg'onchisan. Senda unaqa narsa bor, senda bunaqa narsa bor. Men bundayman deb turib gapiradi, bo'ldi, masala katta bo'lib ketaveradi yana. Masala battar katta bo'lib ketaveradi. Shuning uchun ham inson birinchi mana shu ixtilof paydo bo'layotganda sal jim turish kerak. Agar gapiradigan bo'lsa, shu masalani o'zida gapirish kerak bo'ladi, ya'ni. Gapiryaptimi? Shu masalani o'zida sal gapirish kerak bo'ladi. Masalan, faqat shu masala chegaraga chiqib ketavermaslik kerak-da. O bir narsalarni qo'zib yuboriladi. O siz unaqasiz, bunaqasiz, umuman pashidan filga salib ketadi. Endi qarang, mana sizlarga men aytib bergan nafaqani qissasiga e'tibor bering. Nafaqa masalasidagi qissaga. Sunanul Kubro kitobida keladi, Nasoiyning kitobi, Jobir ibn Abdullohdan aytib beradi va unda jim turish masalasi bor-da. Qarang, shu uzun qissa bu, uzun qissa. Abu Bakr Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga izn so'rab keladi. Insonlar Rasulullohning eshigini tagida o'tirgan bo'ladi. Abu Bakrga izn berilmaydi. Yo'q, kirmasin deyiladi. Keyin Umar izn so'rab keladi. Izn berilmaydi, kirmasin deyiladi. Keyin biroz vaqtdan keyin Abu Bakrga ham, Umarga ham izn beriladi, ikkalasi kirib boradi. Rasululloh o'tirgan bo'ladi, atrofida ayollar o'tirgan bo'ladi. Ayollar o'tiribdi mana. Atrofida Rasulullohning ayollari. Rasululloh jim turgan, tamomiy jim. Hamda vajib deb aytiladi, g'amga botib qolgan. Hech gapirmardi, siqilgan holatida-da. Shunda Umar o'zini ichida aytadi-da, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hozir men gapiraman, mumkin kulib yuborsa, mumkin kulsa deydi. Ichida aytayapti, ya'ni ichidagi kechilma bo'lgan. Shunda Umar
aytganda ey Rasululloh aytingchi agar ya'ni ayting qarang deganda ya'ni maqsad bu yerda. Qarang Rasululloh, mana bu Umarning xotini Zaydning qizi deyapti. Ya'ni bu degani ey Rasululloh meni xotinim degan Zaydning qizi deyapti mana. Mendan nafaqa so'radi degan. Ya'ni maqsad bu yerda keragidan ortig'ini so'rab oryapti demoqchi-da. Keragidan ortiq so'rovdi, ey Rasululloh men uni urib yordim degan. Bo'ynini qattiq urib qo'ydim-da deyapti. Urib yorgan ekan qarang xotinini. Shunda Rasululloh kulib yoradi mana shu joyda. Ya'ni biladi endi Umar radhiyallohu anhu bunaqa pelini. Hatto tishlari ko'rindi deydi. Keyin Rasululloh mana shu joyda aytadiki, "Ha mana ko'rib turganing kabi, mana meni atrofimda ham mana shu ayollar" deydi. "Mana mendan nafaqa so'rab o'tiribdi, bir narsalar so'rab o'tiribdi" degan. Shunda Abu Bakr Oysha onamizga, Umar bo'lsa Hafsa onamizga turib, hatto ba'zi rivoyatlarda bir urgan. Bu yerda urganini aytmabdi. Keyin Rasulullohdan degan, Rasulullohda bo'lmagan narsani so'rarasizlarmi dedi. Nimaga Rasulullohda yo'q bo'lgan narsani so'rayapsan? Beting yo'qmi, uyatmaysanmi deyapti-da ya'ni. Nimaga Rasulullohda yo'q bo'lgan narsani so'rayapsan? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni qaytardi. Yo tegmanglar deb turib Abu Bakrda ham Umarni ham qaytardi. Yo tegmanglar dedi. Ya'ni qo'yinglar deyapti-da endi. Endi ayollar baribir. Shunda ayollari aytgan Rasulullohni. Bo'ldi, Allohga qasamki, Rasulullohdan mana shundan keyin Rasulullohda bo'lmagan narsani biz so'ramaymiz degan. Mana shundan keyin Rasulullohda bo'lmagan narsani so'ramaymiz deb turib aytayapti-da mana. Ya'ni bu degani bo'ldi, Rasululloh nima desa shu. Endi so'ramaymiz boshqa degan. Ya'ni xulosani e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu joyda ham ya'ni asosiy ixtilof baham topmayapti-da. Shu Abu Bakr Umar kirdi. Nima bo'lyapti? Shu nafaqa so'rayapti. Kelib qattiqroq gapirdi. Ya'ni har bittasi o'zini qiziga gapirdi. Bo'ldi, mana shu joyda masala shunday yechildi. Keyin undan tashqari mana shu joyda qarang, ba'zida qaynata, qaynana aralashib oilani isloh qilish uchun aralashsa bo'lar ekanda mana. Ey qiz unday qil, ey qiz bunday qil, oilani mahkam usha, bu narsa deb turib aytish kerak o'zi aslida. Haqiqatda oilani mahkam ushlash kerak bo'ladi masalan. Chunki hazda kamiga oila buzilib ketavermasligi kerak-da. Sal narsa bo'lsanglar, o talog'im ber, boshqa qil, unday qil, bunday qilmas. Xullas, maqsad xilof paytida hadib ko'p gapiravermaslik kerak. Battar ali kelishmovchilikni orttirib, ziyoda qilib tashlaydigan darajada. Balki bu yomon gap bo'lib qoladi, xatarli bo'lib qoladi. Ba'zi er-xotinlar qarang, masalani xilofini yechishdi, ya'ni o'rtadagi xilofni bartaraf qilishni xohlashadi deyapti. Yechishni xohlaydi. Keling gaplashib olaylik deydi er ham xotin ham. Lekin WhatsApp orqali gaplashadi deyapti mana. WhatsApp, Telegram, qarang mana shu joyda ham WhatsApp deb yozib qo'yganda, WhatsApp orqali xilof yechilmaydi. Xilof WhatsApp orqali battar ziyoda bo'lishi mumkin. Ya'ni ham u xilof katta bo'lib ketaveradi. WhatsApp orqali yechilmaydi u. Chunki WhatsApp orqali gap faqat nima bo'ladi? Mana qarang, battar ziyoda bo'lib, yana pashshadan fil yasalib boraveradi. WhatsApp orqali shu. Chunki bir narsani ifodalashning imkoniyati yo'q. Shap etib bosib o'chirib qo'yaveradi-da. Endi xotinni so'kaman deysiz, shap bosib o'chirib qo'yadi. Keyin bu yana battar tutaydi. O meni gapimga quloq solmayapti deb turib. To'g'rimi? Yana battar ishkalli bo'ladi. Shuning uchun ham xilof er-xotinning o'rtasida shunaqa kelishmovchilik shu WhatsApp orqali masalani gaplashib hal qilamiz deydi, lekin battar bo'ladi. Bir qancha gapni yozib tashlaydi. Keyin sal asablar tinchigan paytda shu asabi chiqib yozadi-da masalan. Ne yozgan narsasini o'qisa o'zi ham tushunmaydi, shuncha narsani yozib yordimmi deb. O'zi ham uyatib qoladi ya'ni. Shu darajada bo'ladimi deb turib. Qara shu darajada ham bo'ladimi deydi-da haqiqatda ham. Chunki nimaga desa, ashi gap qaytaraman deb g'azab vaqtida gap qaytaraman deb yozib tashlagan mana. Fe'lni qaytarib gap qaytaraman deb yozib tashlagan bo'ladi. Yozish o'zi kalomni ifodalashda juda qiyin. Ya'ni bir narsani yozib tushuntirib bo'lmaydi. Normal o'tirib gaplashishlik kerak. U yozilsa ham mana shu masalani hal qilaylik deb turib yozsa bo'ladi masalan. Shuni aytayapti. Ya'ni bu yerda hozir yozishdan maqsad WhatsApp orqali yozib, Telegram orqali yozib gaplashishni nazarda tutib aytayapti-da. Mana shu narsaga yana battar haligi qarang mana ziyoda bo'ladiki deyapti mana. Shu narsaga mana
ba'zida arab tili bilan o'zini xotiniga yozishni ko'ring deyapti-da. Sizga bitta kalimani yozishni xohlaydi, xato ketib qolishi mumkin masalan. Qofni g' ga almashtirib qo'yishi mumkin. Keyin natijada masalan go'yoki ulqi degan kalima yoki alqo degan kalima, ya'ni ulg'i degan kalimaga o'xshab qolishi mumkin-da. Ya'ni birdan haligi o'zgarib ketib qolsa demoqchi masalan. Ya'ni go'yoki men sen bilan ko'rishaman degan narsa men seni, ya'ni xuddi javobini beraman, u bu narsa sen bilan qaytib ko'rishmayman, tark qilaman seni deganga o'xshab ketib qoladi. Yana battar ishkal kelib chiqadi. Odob bilan gapiraman deydi-yu, lekin ana shu ba'zida qiyshiq-mishiq yozilib ketib qoladi. Xullas, mana shu holatlar bor-da, nima bo'lsa ham. Keyin yana val akhir yuridu yamdahu zawjata. Oxirida o'zini xotinini maqtashni boshlaydi. Ya'ni maqtamoqchi bo'lib yozishi mumkin deyapti. Sen soyasan deb turib bir narsada maqtab yozmoqchi bo'ladi, lekin dot bilan yozilib ketadi. Ya'ni sen adashgansan, sen zalolatdagisan, u bu narsasan deganday bir ma'no yozib ketiladi. Keyin xotin ham unga birdan o'zing unaqasan, bunaqasan, o'zing halak va g'am qayg'usan, ishkalsan, bir narsalarsan deb turib yozib tashlaydi ya'ni. Qarang, WhatsApp orqali xullas kelishmovchilik holati hech qachon yechilmas ekan. Ya'ni yechilmaydi-da haqiqatda. Bunday ming gaplashilganda ham xotirjam o'zini qo'yib bir gaplashiladigan holat bo'lishi kerak. Bo'lmasa bir yechim bartaraf bo'lmaydi-da. Xulosa shu ya'ni. Undan ko'ra bir masalani chiroyli hal qilish kerak bo'ladi. Ba'zida WhatsAppda mana shu niqosh, talashib tortishuvdi nima bo'ladi? Masalan, shab berkitib qo'yadi, shab blok qilib qo'yaveradi masalan. Gapirishga yo'l yo'q ya'ni. Battar bo'ladimi masalan? O, meni blok qilib qo'ydi deydi. Battar bir-birini ezgan qoladi. Bunday qarasa shu er-xotinlar bir-birini ezib, siqib, urush janjal qilib yuraveradi. Hayotdan zavq olib yashashni bilmaydi masalan. Yuraveradi bir-biri bilan kelishmasdan. Mana shu holatda bo'ladi-da, mana davom etaveradi. Hatto qarang mana, hatto taltaqiya ma tarafil oxir. Hatto ikkalasi bir-biri bilan buni o'tirish kerak, gaplash kerak. Ungacha qancha mana masalani katta qilib tashalgan bo'ladi. Shuning uchun ham xulosa qilib aytilganda, demak, sal jim turish kerak bo'ladi. Ayniqsa mana shu telefon orqali gaplashuvlarda birdan telefonda yozib javobini berib yubormaslik kerak-da. Keyin yana so'rab yurishadi. Yozsa taloq tushadimi yo'qmi deb. Tushadi albatta. Yozsa ham taloq tushadi, boshqa qilsa taloq tushadi masalan. O'zini holati bor albatta. Lekin shoshilmaslik kerak ekanda, xulosa mana shu ya'ni. Xo'p, vallohu alam, mana shu joyda endi to'xtasak bo'lar ekan. Kelasi safar 4-iloj haqida gaplashib ketamiz. Bu degani ya'ni shama qilib gapirish. O'rtada masalan ba'zida er-xotinlar ochiq-ochiq gapiravermasdan ba'zi narsalarni shama qilib gapirish ham kerak bo'ladi. Shu narsalarga ishora qilib aytib o'tamiz inshaalloh kelasi darsimizda.